Diqqat qiling. Bu o'zimizning oddiy isiriq. Bu boshchasi, ichida uni urug'i bor. Tibbiyotda ham, tabobatda ham buni garmala deydi. Endi siz agar shu isiriq urug'ini 5 donadan har kuni kechqurun iste'mol qilsangiz, tanangizda quyidagi o'zgarishlar kelib chiqadi. Buni siz aniq bilmaysiz. Bosh miyada 12 juft nerv joylashgan. Ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, eshitish, ovqat hazm qilish va hokazo va ho'l. Mana shu 12 juft nervni o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi va hamma faoliyati yaxshilanadi. Ya'ni bosh miyani ichidagi bosimni tushiradi. Bosh miyadan tumanlikka ketkazadi va epileptik tutqanoq kasalliklariga juda ham zo'r shifo bo'ladi. Endi buni 5 donadan og'zingizga solasiz va suv bilan ichaverasiz. 1 oy bo'ldi, boshqa hech qanaqa bosh miya uchun dorilash shart emas. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu laykni bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.